Qaytishga bilet oldingmi? Yo'q, qaytmayman. Nimaga? Qaytmayman, qaytish xohlamayapman chunki. Nimaga? Men dam olgani keldim, charchaganman. Asablarim joyida emas. Xafa qilib qo'yaman. Borganimdan keyin yaxshi yashay olmaymiz. Hozir bilib turibman o'zimning holatimni o'zim. Men hozir borib esingda bo'lsa aytganman senga o'sha menga ko'p shunaqa ish qilingan. Shu narsaga tayyor bo'lsang keyin deganman. Yuzingga biror marta solganim yo'q seni. Menga yozding, nimaga yozding, nimaga menga kelib bunaqa qilding deganim yo'q. Senga aytganman men. Men orqamdan yomon pichoq urilgan odamman. Qo'polligim bor, lekin sen yonimda turishing kerak. Nima bo'lgan taqdirda ham yonimda turishing kerak. Xiyonatdan boshqa hamma narsani kechiraman deganman senga. Esingda shu gapimni gapirganim. Sen eng og'ir ishni qilyapsan, eng og'ir ishni. Eringga shundoq yuziga oyoq qo'yyapsan-da. Shundoq chiqib hozir safarga chiqib ketaveryapsan. Ering, men sening eringman. Senga begona erkakning rasmini, begona erkakning so'zini menga jo'natma degan gapimni chaynab yuribsan. O'sha kundan beri chaynab yuribsan. Bizning ortimizda boshqa muammo yo'q. Begona erkakning so'zini menga jo'natma dedim, bir marta aytdim senga. Bir martadan keyin yana bitta qilding. Undan keyin yana bitta qilyapsan. Men senga aytayapman, shuni chaynab yuribsan shuni. Meni xo'pim deyapsiz, meni fohisha tabiat deyapsiz deb. Sen tavba qilishing kerak bo'lgan narsani aytaman senga. Shariatga xilof ish qilmaganman. Men dayusmasman. Dayusmasman. Meni xotinim birovi boshqa begona erkakning gapini, so'zini tutib yurishni xohlamayman men. Men senga shariatga zid hech narsa qilmaganman. Sen nonko'rlik qilyapsan. Noshukrlik qilyapsan. Qilayotgan ishing va sen haqingda menga bo'lgan bosimlarni menga birortasini kelib aytganim yo'q. Nimaga? Chunki men seni himoya qilishim uchun turibman. Menga bo'lgan bosimlarni, lekin menga to'xtamasdan gapirding. Qarindoshing, mahallang, eski tanishing qolgani yo'q. Oxiri senga sovchi bo'lgan odamni uyga to'yga boryapsan. Menga bildirmayapsan. Borib kelgandan keyin aytayapsan. Men uni ko'tarmayman, shuni yaxshi bilib olgin. Ikki dunyo rozi emasman sendan. Yoqangda bo'ladi meni qo'lim. Men oxiratga iymon keltirgan, qadarga, qazoga iymon keltirgan odamman. Bo'lgan ish Allohdan bo'ladi, lekin javob berasan qazoga. Siz gapiraman, bo'lmasam telefonni qo'yaman. Gapimni eshitsangiz gapiraman. Yo'q, faqat men gapiraman. Yo'q, faqat men gapiraman. Sen gapirmaysan, seni eshitmayman desangiz telefonni qo'yaman. Men sizga gapingizni faqat men sizga gapingizni eshitish uchun telefon qilmadim. Men gapirishim uchun telefon qildim. Siz doim o'zingizni oqlab, o'z vaziyatingizdan chiqib ketaverasiz-da, bu yoqdagi odamni xuddi loyga bulg'ab, uni bir chekkaga tiqib qo'yasiz. Men oxirgi marta urushganimizda men siz bilan bu begona erkak yo boshqa narsa deb urushmadim. Men siz bilan begona qizni deb urushdim. Begona qizni deb urushgan narsamga siz onamga telefon qilib shikoyat qildingiz. Xo'p, onam uni jo'natib yuboring, tarbiya qilaman desalar urushib ketdingiz. Onamni o'sha gapingan gaplaringizda men g'ing demadim sizga. Onamni qanaqa baqirib tashladingiz onamga. Biror narsa deganim yo'q sizga. Siz o'zingizdan katta bo'lgan ayolga baqirib tashlab hurmatini qilmadingiz-da, yana mendan hurmat talab qilyapsiz. Siz meni onamni hurmat qilmasangiz, men sizni hurmat qilamanmi? Bu bir, bu indamadim. Mayli, o'sha gapingizdan keyin menga telefon qilib, men qulog'imda turibdi o'sha gapingiz. Yo'q, men seni onangni hurmat qilmayman. Sen meni hurmat qilishing shart. Men sendan boshqa odamga salom bermaganingga, yo'q bermayman deganingga majburlaganim yo'q. Men sendan hurmatlab qilyapganim yo'q. Sen meni hurmat qilishga majbursan. Men onangni hurmat qilishga majbur emasman, lekin hurmat qilaman. Onangga baqirganimda uzr so'radim men. Uzrimni qabul qilgan. Meni gapimni o'rtamizda kelishib olganmiz biz. Men faqat menga yordam bering, bu yoshlik qilyapti. Siz o'rtangizda kelishib olib turib, keyin menga telefon qilib,
Menga sizlarning maqsadinglar nima, seni maqsading nima, menga nima uchun tekkansan, bu odamning fikridan o'tadi, xayolidan o'tadi. Sen nimasan, sen kimsan deb gapiryapsiz. Shu gapingizda bu bir gapirishingiz emasda, necha marta gapirdingiz. Odamning ko'ngliga tegadi. Nima bo'ladi? Odamning ko'ngliga tegadi. Nimaga bu bunaqa qilyapti deydi. Men o'yladim, o'tirib o'yladim. Haqiqatda man sizga juda katta sharoit yaratib beraman. Man o'sha sizga hamma narsangizga xo'p deganim sari siz meni oyoq osti qilib yubordingiz. Men o'tirib o'yladim. Qani oyoq osti qildi? Oyoq osti qildingiz. Oyoq osti qilganingizdan shu gapni gapirdingiz. Bitimga qarab turib, sen menga xiyonatkorlarning ishini qilyapsan, orqamdan pichoq uryapsan, dushmanimning ishini qilyapsan deysiz. Demak, men sizni dushmaningizning ishini qilayotgan bo'lsam, siz menga ishonmagan bo'lsangiz, yashamang men bilan. Iltimos sizdan. Meni asablarimni tamom qilyapsiz. Men homiladorman hozir. Men bitta o'zim emas, qornimdagi bolamni ham o'ylashim kerak. Men o'sha yerda har kuni, har kecha yig'lashdan charchadim. Men sizni o'sha orqangizda gapiryapsan. Bo'ldi qiling. Yig'layapman kechqurunlar. Men onamdan bekitgandim. Yo'q. Onamdan bekitgandim men. Hamma narsani onamdan ham, dadamdan ham bekitgandim. Senga savol. Hamma narsa nima? Begona erkakning gapini jo'natib yuborganing shumi? Nima degan bo'lsangiz ham, qanaqa gapirgan bo'lsangiz ham, xafa yurgan bo'lsam ham, nima bo'lsa ham bekitgandim. Begona erkakni men sizga men indamayman. Men sizga inadiga begona erkakni jo'natganim yo'q. O'yladi eshit. Nimaga jo'natganing yo'q? Mubashshir menga narsasini jo'natib yuboryapsan. Jo'natmadim sizga. O'zingni postingga anaqangi qo'yib qo'yyapsan. Jo'natmadim sizga. Sizga jo'natmadim. Uni men sizga jo'natmadim. Men uni profilga qo'yganman. O'shandan keyin birinchi marta gapirgan gapingiz. Misol shunaqa qilma dedingiz. Men sizdan uzr so'radimmi o'sha ishim uchun? Uzr so'radim. Necha kunlab gapirmadingiz, sabr qildim. Ovqat yemadim o'sha siz meni kechirishingiz uchun. Men bir narsani tek qilib gapirmayapman. O'sha narsani gapirganingizdan keyin bo'ldi. Men sizni tushundim xarakteringizni. Haqiqatda sizda vaziyat boshqacha ekan. Siz shu narsani qattiq olar ekansiz. Profilimga qo'ygan narsam o'shani qattiq olar ekansiz. Shunchalik qattiq olar ekansiz, bo'ldi qilmayman dedim. Qilmaganimdan keyin men ko'chaga ham sizdan so'rab chiqqanman. Nima qilsam ham sizdan so'rab qilganman. Meni xotinim hammasi ko'chaga chiqib so'rab chiqadi. U so'rab chiqishing fazilat emas, u fazilat emasligini juda yaxshi bilaman men. Itoatimdan boshqa narsam majburligimni bilaman. Senga shariat bo'yicha aytib qo'yay. Sen hozir Allohning g'azabidasan, Allohning la'natini ostidasan. Men rozi emasman. Meni uyimni eshigida ostona xatlab mendan beso'roq chiqib ketganingga rozi emasman. Dunyoda ham rozi emasman. Allohga qasam, vallohi, billahi, tallohi seni taloq qo'ymayman. O'lsam turasan. O'lmagunimcha sen taloq qo'ymayman seni. Sen meni xotinimsan. Men imkon topganimda mazayni qochaman. Ishonaver. Men bu qilgan ishi men xiyonat deb bilaman o'zimga. Orqamdan pichoq urish mana shunaqa bo'ladi. Sen bir narsani qabul qilib, tavba qildim deganingda edi, o'nglanarding. Senda shunaqa tabiat bor. Seni aytganingga ergashmagunimcha seni rozi qilib bo'lmaydi, demak. Sen o'ylayapsanki faqat seni aytganingga ergashish. Men sizga ko'nik olmadim, siz menga ko'nik olmadingiz. Biz bu kelisha olmadik. Nimaga menga yozding bo'lmasa? Nimaga menga yozasan? Nima? Men senga o'yinchoqmanmi? Men senga o'yinchoqmanmi? Ha? Sen meni o'ynab tashab ketadigan o'yinchoqmanmi senga? Yo'q, adashdik. Men o'yinchoq emasman. Men senga boshida aytganman. Eshikni boshida, yo'lni boshida aytganman senga. Menga o'yinchoqlik o'yinini o'ynama. Men o'yinchoq emasman. Gapiryapsiz, siz shariat bo'yicha zo'r qotirib qo'yapsiz-da. Siz shariat bo'yicha boshqa bir qizga uni yaxshi ko'rishingizni, boshqa bir qizga sizga tegishini, boshqa bir qizga sog'inganingizni yozasiz-da. Men unga indamay o'tirishim kerak. Siz menga kelib turib, meni ko'zimga qarab turib, seni yaxshi ko'raman. Nimaga yolg'on gapiraman? Siz hozir yolg'on gapiryapsan. Men sizga yo'q, meni gapimni eshiting endi. Men sizga doim ishonardim. Telefoningizni biror marta tekshirmasdim. Umuman qo'limga ushamasdim. Kodiga ham qiziqmaganman hatto. Siz menga bitta qiz bor, Minta Ahmad degan, u degan, bu degan deb qichitdingiz meni. Men xotin kishiman, qiziqaman hamma narsaga. Siz menga o'sha qizni gapiraverganingizdan telefoningizni ko'rdim. U ko'rganim u yoqda qolsin. Ana xotin
Nimaga xiyonat? Siz meni qilmasligingiz kerak edi. U xiyonat deb turib men o'ylab o'tiradigan yoshda emasman. Tushundingiz? Men o'ylab xiyonat bo'ladi bu ishim. Men erimga bunaqa qilmaydi deb o'ylab o'tiradigan yoshda emasman. Chunki siz meni o'sha narsa bilan yoshga emas, u yoshga emas. Yo'q, siz meni o'sha narsa bilan rashkimni qo'zg'atdingiz. Men o'sha qizni profiliga kirdim. Boshqa narsa ekan. Demak boshqa narsa ekan. O'sha qiznikini o'qidim. O'qiganimdan keyin meniki tutib qoldi. O'zim bosa olmay qoldim. O'sha qizga yozgan narsani o'qiganimdan keyin demak boshqa narsa ekan. O'sha sabr qilib yurganlarimni ham eslolmadim. Yo'q, sen sabr bunaqa bo'lmaydi. Men senga xiyonat qilganim yo'q. Men siz gapirgan gaplaringizga ham boshimga ko'tardim. Ko'tarishim kerak bo'lgan joyda ko'tardim. Siz boshimga ko'tardingiz, men qadringizga yetmadim. Kechirasiz. Sen tushib olding. Yo'q, kechirasiz, u boshqa narsa. Senga men hissiyotni chekaloqqa yig'ishtirib qo'yganda, men senga real hodisani aytyapman. Menga xiyonat qilding. Men ostonamni eshigini qulflab chiqib, men yo'qman, safardaman. Men safardaman. 50 xil ishni boshim tashvishim bilan yuribman. Eshigimni shundoq qulflab, shundoq chiqib turib samolyotga o'tirib ketib bording. Bu ish hech qachon kechirilmaydi. Shuni esdan chiqarmasang bo'ldi. Allohga qasam ichdim men, erkakman men, gapimdan qaytmayman. O'lgunimcha sen meni xotinimsan. Kelmasang o'sha yerda yuraver, lekin sen o'lgunimcha xotinimsan. Bola tug'ilsa, bolaga bir narsa bo'lsa, men uyingga o't qo'yaman. Men hamma narsani yig'ishtirib qo'ygan odamman. Sen meni hali yaxshi tanimabsan. Sen menga Mubashshirning narsasini jo'natgan, xiyonat qilding, qattiq turdim, gapirdim. Orqasidan bitta erkak kishini ashulasini jo'natding, qattiq turdim. Bu ko'tarib bo'lmaydi erkak kishi. Ashulasini tushunmadim. Ha? Erkak kishining ashulasini jo'natdim. Chiqib o'tadi. Jo'natdim. Senga aytdim, men ashulasini jo'natmadim. Men sizga yozilgan yozuv jo'natdim. Yozilgan yozuv kulguli gap ekan, o'shani jo'natdim. Oxiridagi yozgan odam kimligini bilmasdim men. Senga aytyapman. Mavzuni senga aytyapman. Sen gap orasidan o'zing kelajog'ini titkilama. Qilgan ishing xiyonat, mu'mina. Men senga xiyonat qilmaganman. Sen bu xiyonatni hozir tavbasini qilishing kerak edi. Lekin ko'rib turibman, sizlarda boshqacha ekan siyosat. Ayol kishi sizlarda korol. Tamom. Senga oxirgi gapim, Allohga qasam, sen bilan hali yuzlashamiz. Lekin Allohning la'natiga, Allohning g'azabiga hozircha loyiq bo'lib yuribsan. Tavba qilib, senga 15 kun muhlat. 15 kunda uyimga qaytib kelsan kelding. Kelmasang, sen Allohning la'natiga loyiq xotinsan. Senga oxirgi gapim shu.